الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 125-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taolo bizni ogohlantirish uchun shaytonning ozdirish shakllarini bayon qildi va bu yo'lga ergashganlar va bu yo'lga ergashmaganlarningki erishadigan natijasi oqibatni bayon qilgandan keyin bu oyatda Allah'ın yolunda mangan şeytanın vesvese azdırış şekillerine aldanmaganlarınki ahvalini bizge bayan kılıp devatıdı. وَمَنْ أَحْسَنُ الدِّينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Aval kısaca bir tercüme öteyli. Allah'a özünü tuluq tapşağan kişiden mi güzel, yani dini güzel, yolu güzel kişi bulandı. Yani muhsin halda özünü Allah'a bağışlagan, bütünley vücudunu Allah'a atagan halda özünü Allah'a tapşağan kişiden mi dini güzel kişi bulandı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın doğru boğan, hatanı taşlap doğru mangan yoluğa ergeşken kişiden mi dini güzel kişi bulandı. Allah İbrahim Aleyhisselam'ını özge dost kılıp talladı. Hem de ayetinin tercümesindeki qarğınımızda ayet sual şekildeki ayet. Lekin biz normal özümüzdeki söz usluplarından bu noktanı düşünüp alalayımız. Bazı sual şekilde ama meseleni aydınlaştırışını maksat kılgan ve bu aydınlaştırışını bizning tilimiz arqılıq ortaga ep çıkmakçı boğan bazı cümlelerden şuna okşaş sual koyuldu. Mesela dadanın balığa men sening dadan emasmi? Mesela ma şekilde. Buningdan mı yaxshi nimba degandek bir kiyimni bergandan keyin o kiyimga qiziqmasa bu kiyimdan chiroyli kiyim nadi ba ma şekilde qo'yiladi. Ammo maqsad qarshi tarafdan buning javobini olish emas. Belki karşı tarafga meselenin başta mesele ekanligini öz eg'izi orqali tegizish. Chunki mesele shunda. Bir odam azroqlam qarab baqsa bu meselenin başta ekanligini qana qila oladi, tushunib olaydi ki biz yuqorida shaytonning insonlarni ozdirish shakllarini ko'rib o'tdik va buningga ergashgan kishining oqibatini ko'rib o'tdik. Aksi tarafda Allah'ın yoluna ergeşken kişi ve bunun eriştiği mukafatını görüp öttük. Ahval maçta olan işken o yolunu taşlap koyup özünü bütünley Allah'a bağışlayan kişinin ki ahvalının qanday olduğu bizning kallımızda muayyenleşip oldu. Bu noktada asasen bizden sualgan yoki sual şekilde bizden muqarrarlaştırmakçı bo'lgan mesele bizning kallımızda nayeti iniq ki özünü tamamen Allah'a tapşağan kişiden mi dini güzel kişi asla ve asla olmaydı. Bunun okşaş şekilde Kur'an-ı Kerim'nin başka ayetlerinde mi şuraydı. Mesela ötkenki qatimliq darsdagi Sura Nisoning 122-oyatidagi "Wa-men asdaqu minallahi qila" Allohdan mi gapi rostchil kim bor? Bu şekilde bizga qo'ymoqchi savolni. Javobini sen ber demoqchi. Biz bersak mayt inib gapiradiganimiz Allah'tan rastçıl hiç kim yok. Allah'a özünü bütünley atgan kişiden dini güzel hiç kim yok. Çünkü
Derslerimizde hazırga kadar muşu noktani ta'kidlab keldik. İnsan dünyada bir vazifelik şahs, dünyada yaşagan hayatı bir imtihan hayatı. Bu imtihan meydanınınki özgürlük qaidasi var, tüzülmü var, mağdıgan yolları var. Eğer bu şekilde mağmaganda imtihan ötemeydiganligimiz aniq. Büyük nişanımız için, cennetin ibaret ahirki nişanımız için bu yolda urullaştırılgan bunca meniştinmi güzel iş bulmasa gerek. Ondan keyin mesele şu. Yani mazmun ilgirki derslerde aydınlaşıp bolgan mazmun bolğaçqa mazmunga bek çoğunqur taqalmaymiz, ama bu yerda bizning azroq izohlab qo'yishni to'g'ri topgan masaladan birisi oyatni men o'zini Allohga topshirgan deb ham tarjima qildim. Mimman aslama wajhahu lillah degan, ya'ni o'zini Allohga topshirgan deb ham tarjima qildim. Amaliyotda oyatning arabcha iborasi kelgan vaqtimizda o'zining yuzini Allohga bo'ysundirgan ifodasi bu aslicha. Asli Arapça tekst boyunca tercüme qilganimizda. Şu Qur'oni Kerimdeki 100 ibaresi ve bundan başka ibareler var. Qo'llangan vaqtida ahvolga qarab turib o'ziga olgan doirada bir qancha xil ma'noda qo'llaniladi. Masalan, bu 100 ifodasiga qarab baqayli. Al-Imronning 106-oyatda "Yawma tabyaddu wujuhun va taswaddu wujuhun." Qiyomat kunisi yuzlar qana qiladi, oqirib ketadi. Qardab ketadi ifodasi var. Bu yerdeki yüz insanın emeli yüzü, yani insanın özünün yüzü. Ma manada? Bilisizler, yüz insanın içindeki, insanın azalar içindeki en keremlik, en uluk, en hürmetlik ve insanı vekillik kıladigan narsa. Bir adamninki qandaqligini yüzden görürüz. Xushalligini, qayg'usini yüzden görürüz. Baxt, saadati, shaqovat hammasi yüzden ifodalanadi. Shunga bu yerda yüz ma'nosi iroda qilinadi. Bu bir. Andikin Sura Qasas'ninki 88. ayetiga kelsek, Allah subhanahu wa ta'ala qiyomatning ahvolini tasvirlab, kullu shay'in halikun illa wajhu. Her narsa hammasi tugab halok bo'ladi, illoki Allohning vajhi, Allohning yuzi agar tuz tarjima qilsam. Bu yerdagi hargiz nuqul maqsad biz insonlardagi yuz ifodasi qo'llanilgan a'zodak a'zo maqsad qilinmaydi. Unda bo'lib qolganda biz xatolashimiz. Chunki biz normal biz uchun ishlatilayotgan kelimeler Allohga ishlatilgan vaqtida laysa kemislihi shay prinsip bo'yicha ish qilamiz. Allohga hech narsa o'xshamaydi. Qo'l bizda bizning muayyan bir a'zoyimizni ifodalasida Allohga kelgan vaqtda qo'l ifodasi o o'ziga xos bir ifoda. Yuz bizning muayyan bir a'zoyimizni ifodalasa, Allohga isbotlangan vaqtida o o'ziga xos bir ifoda bo'ladi. Ya'ni ma'yatki Allah'ın vecihinden başka her neresi halak olduğu vakti Allah'ın özünü demekçi. Ondan başka bunda ifadelenme var. Sura Bakara'nın 115. ayetinde فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Neye karısanlar bu yerde Allah ve vechullah ve Allah'ın yüzü edip tercüme kılmayımız bu yerde mi? Allah'ın özü edip tercüme kılmayımız. Çünkü insan ziminden kayıs tarafı da olsa, yani Kabe'ye qarasa Allah'a qaragan buludu. Yani Allah'a qarab ibadet qilgan buludu. Meyli şimaldakilar bir yo'linishga, janubdakilar yana bir yo'linishga, g'arbdakilar boshqa yo'linish, yana bir sharqdakilar boshqa yo'linishga qaragandek tuyulgan bilan hammasi o'rtaq bir nuqtaga qana qiladi, qaraydi. Bu nuqtadan bu yerdami Allohning yuzi deyilmaydi qarindoshlar. Demak, endi yuz ifodasi insonlarda mutlaq ko'p ahvol ostida bir a'zoga qaratilgan bo'lsa, ba'zi ahvollarda o'zini ko'rsatadi. Allohga kelgan vaqtida o insonlarga o'xshamaydigan bir mohiyat, haqiqatni ko'rsatadi. Chunki Allohga munosabatlik har narsa hech nimaga o'xshamaydi. Allohga yet, Allohning qo'li deyilsa, Allohning yuzi deyilsa, shunga o'xshagan biz o'z aramizda ishlatilgan kelimalar Alloh ishlatilgan vaqtda buni ifoda etadigan ma'nosi hech kimga o'xshamaydigan, hech narsaga o'xshamaydigan Allohga xos bir ma'no oladi. Bunu biz mutashabihlar qatorida deb shu shaklda muomala qilamiz. Ya'ni Allohning shu xil o'zi tilga olgan shaklda iman aytishimiz kerak. Allohning shunday bir holi bor, ammo o ahvol biz tasavvur qilgan yoki biz bilganimizdek emas degan shaklda qana qilamiz, tushunimiz qarindoshlar. Endi bilimiz 100 insonning eng sharafli a'zosi bayatni deyilganda, chunki inson deyilganda kishining ko'ngliga 100 kiloda. Insonligini o'zining yuzi orqali ifodalanadi. 100 yuqoridan boshqa eng ulug' a'zo, badandagi eng ulug' a'zo. Yuzga qilgan har qanday bir
zarar insonga ahanat hisoblanadi. Inson hamda eng sharafli a'zosini yerga qo'ygan vaqti, to'pig'i qo'ygan vaqti, pastlagan vaqti o'zining butun ubudiyatini, bandachiligini Allohga atagan bo'ladi. Ma'ayatdiki men aslama wajhahu lillah, kimki o'zining yuzini Allohga topshirsa, aslama ne bilamiz? Islom topshirish, bo'ysunish ma'nosida. Ya'ni yuzini Allohga qarasa ma'nosi bo'ladi-ki, biz bu ma'nodan qanday xulosa olamiz degan vaqtda inson o'zining hayotidagi yo'nalishini kim tarafga qarab belgilasa, Alloh tarafiga qarab belgilasa. Ya'ni taxmin qilsak, Allohni o'zining nishoni qilsa. Bilamiz ya, nishon inson ko'zlab qarab mangan taraf. Inson o'zining nishoniga, shu o'zining oldi badan a'zosini, bo'libmi yuzi bu tarafga qaraydi nishonga. Ya'ni bu oyatdan chiqadigan shu nima desa, inson butun ishlarida, hayotida o'zini kimga topshirsa, Allohga topshirsa, nishonini Alloh qilsa, yuzlanishini Alloh tarafiga qilgan vaqtida degan ma'nolarni bu yerdan qanaqlaymiz, olaymiz. Ya'ni bir nuqtani eskartish to'g'ri keladi. İnsan agar o'zini Allohga topshirmay, Allohdan boshqasiga topshirish degan uqum kallamizga kelgan vaqtida ziminda inson bo'lish bilan qudratli bir maxluq yo'q. Ba'zi hayat kuchli bo'lishi mumkin, lekin insondan qudratli maxluq yo'q. Ya'ni agar inson boshqa maxluqlarga topshirsa, ziyon, uch ziyon tatgan bo'ladi. O'ziga o'xshash insonga o'zini topshirsimi, bu yerda bir uch ziyon. Nimishqa? Birisi o'zidan tang inson. İnsan o'zini topshirgan chaqda. Bu bir. Ikkinchisi, o'zi topshirgan shaxs shu vaqtda bir huquqliq yoki qo'ldan cho'ng ishlik qiladigan yoki imtiyozli yoki shu odam cho'ng bo'ladigan birisi bo'lishi mumkin, ammo insonda bir o'zgarish qonuniyati bor. Davomli deb kelyaptimi? Bugun podshoh erta gaday, bugun boy erta boshqa. Bugun taxt olsa erta turmida. Hayot o'zgarib turadi. Ya'ni inson o'zini boshqalarga topshirganda u bir kafolatsiz bir nuqtaga topshirgan bo'ladi. Allohga topshirgani uchun, Allohga topshirgani shu, chunki iloh deb e'tiqod qildi. Yaratqani shu, butun ishlarini o'rlashtirgani shu va bu dunyodan ketgandan keyin uning ishlarining hammasi bir taraf qildigani shu. Her zaman her makamda butun ishlariga egizat shu. No'g'anligin buningdan yaxshi olmayni endi. Bu eng yaxshi olmayni, buningdan yaxshisi nada masalan? Andikin oyatning mushu bo'lakning oxirgi qismida menda bir qo'shimcha qo'shilganlik. Va huwa muhsin. Va huwa muhsin. Muhsin degan nima? Islom atalg'usida ihson, muhsin, ihson ikkisi yildizi bir so'z. Her ishni voyaga yetkazib qilish ihson bo'ladi. Bu insonlarning ustiga bir farz, umumiy nuqtadan farz. Endi İtiqad babıda, hazır biz itiqad babıda, özünü insan topshirish babıda, yani nishon belgilash babıda, mandaj etgan vaqtda. Mushu babda bir inson o'zini Allohga topshirdi, muhsin holatda, ya'ni ihson bilan topshirdigini boshqa narsani o'ylamay. Butun vujudi bilan, men bu oyatning tarjimada butun vujudi bilan degan gapni qo'shib qo'yishim va huwa muhsindan chiqadi. Butun vujudi bilan. %200% ishonch qiladigan darajada o'zini topshirish ifodasini bizga qanday qiladi, ifodalaydi. Nima desam, chunki ihson Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan Jibrilning o'tirisida bo'lgan bir dialogni bilasizlar hammanglar. Jibril kishi suratida kelib, odam suratida kelib payg'ambardan islomdan, iymondan, ihsondan so'radi. Resulullah'ның Cibril'ga muşu sohbetli bergen cevabı neymi desanglar? İhsan en ta'budallaha ke'enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yarak. Sen Allah'a şunda bir ibadet kılışın gerek. Şunda bir bende oluşun gerek ki xuddi kögendek. En yuqur pelle. Gerçi sen insan bunu sıfırlanını kürenmeyse tabi. Ama o seni kürep durur. Muşu nokta sana aydınlanış gerek dedi. Ondan başka aldığın dersimiz sözler ötken Peygamber Aleyhisselam'ın ki Haris isimli sahabeden imanı hakkında soraydı. Haris bugün üzerine kandarak his kıladı sen. Yani imanın sana nispeten bugün tesiri kandarak diye vakitte Haris ben bugün hakiki bir mümin buldum. Magab addi gitmez. Hakiki mümin diyenin derecesi onda addi yemez.
Rasulullah tekrar söyledi. Yavatkan gepinge qara. Her narsaning bir mahiyeti, bir dairesi oludu. Qani, sen haqiqiy mu'min bo'lding deyapsiz ya, dairesini menga deb baqa, mahiyetini menga tushundirib baqa. Haligi sahabe javoban dediki, dunyodan ko'nglim so'g'idi. Dunyodan ko'nglim so'g'idi degan gap nishonim tek Allohga bekidi degan gap. Atrofdagilarning hammasi vosita. Yashayotgan, biz foydalanayotgan narsalarning hammasi bu imtihondan kechish vositasi, o'tish vositasi, yashash vositasi nishonimiz emas. Davatutma sahabe, dunyodan so'g'dim. Dunyodan so'g'gan bo'lg'achqa kechalari uyqusiz o'tkazdim. Kunduzlari ussuz o'tkazdim. Ya'ni kechasi namoz bilan, kunduzi ro'za bilan. Xuddi Robbimning arshisi ko'z oldimda namoyon bo'layotgandek. Xuddi jannat ahli birisi bilan yo'qlashayotgandek, xuddi do'zax ahlining birisiga vaqirishayotgandek holatlarning hammasiga qarovatim xuddi men. Nima? Mushi kayfiyat kelib qolgan. İmamın derecesi. Yani en yuqur palla. Peygamber sallam şu vaqtda sen bilibse muşni çın tut deb 3 qatım qana qildi, takrorladi. Yani inson agar o'zini haqiqiy Allohga bog'lagan vaqtida o'ziga eng oddiy o'simi bir xaritasidir. Bir programma hozirlaydi o'zining hayotiga. Qana programma desa bir og'iz ifodalasak, har doim Alloh men bilan billa. Agar inson mushu nuqtaga keladigan vaqtida xatalashadigan taraflar eng to'nchaga tushadi. Chunki Alloh har doim men bilan billa, mening qishimda, meni ko'rib turadi, anglab turadi degan nuqta bizda haqiqiy aminlashgan vaqtda insonning birisi qarab turgan vaqtda biz ishlarni qilmaymiz ya, shu darajaga boramiz. Bir inson oldimizda qarab tursa, biz bilan billa mangsa, chiqishlarni qilmaymiz. Shu nuqta Alloh men bilan billa degan holatga kelgan vaqtimizda an bizning amallarimiz shu nuqtaga yetib boradi. Ya'ni Allohdan hayo qilgan bo'lamiz. Yolg'iz qolganlarimizda gunoh, ma'siyatdan qochimiz. Garchi hech kim Allohdan boshqa hech kim bizni qanday qilmasmi, ko'rmasmi. Chunki bu degan qalbdagi jur'at, jazmiyatga munosabatlik masala. Sen Alloh men bilan billa degan jazmiyatga yetgan vaqtingda Allohga osiylik qilishga jur'at qilishing asla qana qilinmaydi, aqlga sig'maydi. Şunlaşqa ayette Allah subhanahu wa ta'ala muşu haletini ispatlab ve men ahsanu dinen mimmen esleme vejhehu lillahi ve muhsin. Muşu halet yetken adamның dininden mi? Güzel din olmaydı. En dini güzel adam, maşta adam. Dep olup vettaba'a millete İbrahim'e hanife. İbrahim'ninki hakikat tarafki qarapmangan dini yoluğa qana qılgan adam, ergeşken adam. Nima uchun bu yerda İbrahim tilxonida qarindoshlar? Chunki Qur'on İbrahimni alayhissalom bir millat, bir ummat shaklida sifatlaydi-ki, Sura Nahl'ninki 120-oyatida inna İbrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. İbrahim bir ummat deydi. İbrahim bir millatga tang deydi. Ya'ni İbrahim alayhissalomning bir ummat sifatlaganligi İbrahim Aleyhisselam'dan bir ümmeti buluş tişlik barlıq sübetlerinin hemmisini üzde mücessemligellikini ifadesi gerek. Çünkü bir ümmetin içinde, bir milletin içinde kahraman badurları var. İbrahim Aleyhisselam'da bu sübet var. Bir ümmetin içinde alimleri var. İbrahim Aleyhisselam'da bu sübet var. Bir ümmetin içinde halimleri var. İbrahim Aleyhisselam'da bu var. Bir ümmetin içinde kavi güçlükleri var. İbrahim'de bu var. Yani bir ümmeti buluş tişlik barlıq kısletler İbrahim'de qana qilingan shakllangan, mujassamlangan. Bir millatni bulush tishlik butun himmat İbrahim'de qana qilingan shakllangan. Bu nuqtadan İbrahim alayhisolatu vasallamni, İbrahim alayhisolomni Alloh subhanahu va taolo bir millat, bir ummat shaklida qana qilgan, tasvirlagan qarindoshlar. Bilimiz hamda İbrahim Aleyhisselam'ın milleti bir din hukumi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dünyaya kelgen, ketken zamanı hazır ortalıkta bağılan samavidilarının hemmisinin burun oğaçqa bu dünyada ortak bir din şekillendir. Yani dinin birlikini saqlashning tüp asası muşu boğası gerek. Andaki İbrahim Aleyhisselam'ın milleti diniga ergeşti degan vaqtda Hanif ibaretini işletti. Hanif degan nima desa, asli lug'at ma'noda bunda qayrilgan, igilgan ma'noda, ya'ni jamiyatda avj olgan botillardan, yomonliklardan to'g'ri yo'lga chiqqan ma'nosini ifodalaydi. Chunki hammanglar bilsanglar kerak, har qanday payg'ambar jamiyatida yomonlik avj olgan, fitna fasod avj olgan, ham ya'ni
pujur qoplab ketgan bir davrda maydonga keldi. Yaxshi davrga payg'ambar ketmaydi. Shu payg'ambar shu yomonlik qoplab ketgan bir jamiyatda turib, shu yomonliklardan o'zini ep qechib to'g'ri yo'lga chiqdigan holatda shu hozirgi oyat ifodalangan Hanif degani shu. Jamiyat shu darajaga boradiki, yomonliklar, askinliklar, fasodliklar, pujurliklar to'g'ri yo'l shaklda qariladi jamiyatda. Hammadan qilgan bo'g'achqa, hammadan uningga qana qiladi, kunidi. Hammadan shuni qabul qiladi. Dal payg'ambarlar, haqiqatparvarlar butun adam qabul qilib bo'lgan bu yo'ldan qayrilib to'g'ri yo'lga chiqadi. İbrahim alayhisalom dal shuning nimasi bir namunasi. Tugumida oyatning oxirisi İbrahim alayhisalomni sifatlashlar. İbrahim alayhisalomning haqidagi sifat mono shaklda keldiki, vattaqadalloh İbrahim xalila. Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhisalomni o'ziga do'st qildi. Bilasizlar, arabchada do'stning bir qancha xil ifodalanishi bor. Masalan, sadiq deydi va boshqa. Ammo xalil ifodalanishi pek bir yaqin ifodachi bu xalil. Bir ikki masalan insonlar o'tirisida ishlatsak, do'stlik xalil ifodasini ikki do'st o'tirisqa birisi-birisiga qanaqib ketgan, arilishib ketgan, kirishib ketgan ifodasi va nima uchun Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhisalomni o'ziga bu qadar yaqin sifatlaydi? Ya'ni mendan xalilim deydi desa, İbrahim alayhisalomning hayotga qaraganimizda İbrahim alayhisalom Allohning tarafiga yuzlanish, Allohning yo'lida manishda haqiqatan da xalil bo'lishga loyiq bir ishlarni beshidan kechirgan. Masalan deyli, İbrahim alayhisalom o'tga tashlandi. Jibril kelib İbrahim alayhisalomning qishiga ehtiyojing bormi? Yo'q. Robbingdan so'raydig'ing bormi? Jibril alayhisalom menga ehtiyojing bormi deyapti-da. İbrahim alayhisalom qana qildi? Jibril alayhisalomga yo'q, sana ehtiyojim yo'q. Hatto Jibrildan o'zini behojat sanag'adi. Robbingdan bir narsa so'ramsa dedi, Robbim mening nimaga ehtiyojligimni mendan obdan biladi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo o'tqa buyruq qildiki, ya naru kuni barda va salaman ala Ibrohim. O't İbrahimga suga qo'l va İbrahimni salomat qanaq qilib saqla. Demak, bu ishonch bu darajaga beriqliq yani. Alloh bilan bo'lgan aloqa bu darajaga beriqliqki, Jibrildan so'mayotdi. Va hatto Allohni o'ziga qo'yibotdi-ki, mening o'tni kuyishimni xolasa kuyaman degan shaklda. Bu qadar bir xil qaysarlik, bu qadar qurbon berishga hozir bir ruhiy holat İbrahim alayhisalomdan ko'rilish qildi. Bundan boshqa ifodalar yana bor. Bilasizlar, İsmail alayhisalom İbrahim alayhisalomning yashangan vaqtida bo'lgan bolasi, tug'ilgan bolasi. Bilasizlar, kishiningki bir necha bolasi bo'lib qolsa, tamam, odamda kishida bolaga nisbatan qizg'inlik biroz paslishi mumkin, ammo yashangan vaqtda tek yolg'iz bir bolasiga nisbatan insonning bardoshlik berish kuchi yo'q. Ammo Alloh subhanahu va taolo vahiy odatdagi normal bevosita vahiy orqali emas, hatto tush orqali baloni bo'g'izlab buyruqni tushadi. İbrahim alayhisalom buningdan ikkilanmadi. İsmoil alayhisalom hatta buningdan qana qilmadi, ikkilanmadi. Buni Qur'oni Karim sura Safatning 102-oyatida mana tasvirlaydi. Ya bunayya, balam, men tushimda seni bo'g'izlab tushiribdim, ya'ni payg'ambarlarning tushi vahiy bilasizlar. Fanzur maza tara. Sen qanday qaraysa, İsmoil alayhisalom qanday javob qaytardi shu vaqtida? Ya abati, if'al ma tu'mar. Sen Allah buyrug'ini qilayma. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Meni sabr qiluvchilarning qatoridan ko'rsa. Ya'ni mayli dadasi bo'lgan İbrahim alayhisalomda bo'lsin, mayli bolasi bo'lgan İsmoil alayhisalomda bo'lsin, bu qadar fidokorlik, bu qadar qurbon berish ruhi, bu qadar taslimiyatchilik bizga haqiqatan da ölgü bo'lishga tegishli, dunyo musulmonlariga ölgü bo'lishga tegishli, agishga tegishli bir taslimiyatchilik ruhi. Oyat bizga bugun Alloh qo'ygan taslimiyatchilik ruhi haqida so'zlayotdi. Buningga İbrahim alayhisalomni bizga namuna va agish mangdigan yo'l boshlang'ich sifatida o'tirib qo'yibdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo buningga javoban qanday qildi İbrahim alayhisalomni sura Saffatning 105 4-oyatdan 113-oyatgacha nima dedi? Va nadaynahu ayya Ibrohim. Biz İbrahimga ey İbrahim deb nido qildik. Qad saddaqta ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. Biz yuqoridagidek sen tushunni ro'yobga chiqarding. Biz muhsinlarga oldida muhsin ifodasini biz sizlarga tushundik ya. Mashta muhsinlarga yuqoridagi mukofotimiz
İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Bu hakikaten de büyük, roşan, aşkar bir imtihan sınak. Ve fedeynahu bi zebhin azim. Büyük bir kurbanlıkni onunla biz almıştırıp verdik. Ve terekna aleyhi fil ahirin. Selamun ala İbrahim. Tekrar. Kezalike neczil muhsinin. İnnehu min ibadinal mu'minin. Ve beşşernahu bi ishaqa nebiyyen mines salihin. İbrahim Aleyhisselam'ını tekrar muhsinlerinin qatarında deb ayette iki kıtım süpetledi. Ve Allah İbrahim Aleyhisselam'a salam yolladı. Anlayken o İbrahim Aleyhisselam üzünü aşı yalğız bir balıstin mı, köz kırını kısap koymasın Allah üstünü kurbanlık kılıdığın derecedeki pidakarlıqıga mukafat süptide İshak Aleyhisselam'ını peygamber kılıp onunla qana kıldı ba'di Allah subhanahu wa ta'ala. Ve muhsinlerinin mukafatı bu. Hem yukarıki vaqalikliga o'xshash vaqalik İbrahim Aleyhisselam'ның hayatida bek ko'p. Biz şu vaqalikliga qaragan vaqtda an İbrahim Aleyhisselam'ningki Allah dostum İbrahimni Allah dost qildi o'ziga degan oyatning ichiga tahtiga uyushtirilgan nurg'un sirlarni ve dostluk halil ifodasi talab qiladigan nurg'un sifatlarningki nurg'un alohidliklarningki İbrahim Aleyhissalatu vesselam da tepiladiganligini ko'rib olamiz. Chunki bayatında o'tdim ya, halil normal ishlarga ishlatilgan vaqtda halil degan so'z birisi-birisiga kirishib ketgan, birisi-birisiga nim bo'lib ketgan, bir bo'lib ketgan degan ma'noni ifodalaydi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam o'zini Allohga tamamen atvetlikki halilni tepiladigan bütün sifatlar, bütün ish harakatlar İbrahim Aleyhisselam'da tamamen baqirindashlar. Adeta normalda yaxshi ko'rish boshqa gap, dostluk boshqa gap. Bunu bilib olishimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh nurg'un turli kishilarni yaxshi ko'radiganligini tilga oladi. Innalloha yuhibbut tawwabin. Innalloha yuhibbul muttaqin. Vallohu yuhibbus sabirin. Vallohu yuhibbul muhsinin. Innalloha yuhibbul muqsitin. Nurg'un ishlarni qilgan yaxshi kishilarni Alloh yaxshi ko'radi ifodalagan bo'lsa, İbrahim Aleyhisselamga kelgan vaqtda yaxshi ko'radi emas, do'st qildi o'ziga. Do'st ifodasi odatdagi do'st ifodasi qo'llanilmagan, halil ifodasi qo'llanilgan. Halilninki ma'nosini men sizlarga bayatdim, qana qildim, tushuntirdim. Shunga payg'ambar Aleyhissalatu vesselam hatta Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng yaqin do'sti nima deydi? Resulullah xutba o'qib, "Ey kishilar, men zimin ahlidan o'zimga halil, do'stdan birini tanlamoqchi bo'lsam, Abu Bakrni tanlaydim. Lekin bir necha xil shakldagilik islom qarindoshligi, islom do'stligi bizga yetadi degan shaklda hatto halil ifodasini Abu Bakr bilan o'zining o'tirisida qana qilinmoqlik, qo'llanilmoqlik. Oxirisida inna sahibakum, ya'ni men Allah'ın halili deb Resulullah ma'adisi manda axırlaştırgan. Halil Abu Bakr bilan Resulullah'ın o'tirishdagi do'stligini ishlatmadi Resulullah. Ammo shunda bir cho'nqur ma'nilik do'st ifodasini Allah İbrahim Aleyhisselam'a ishlatdi. Nima uchun? İbrahim Aleyhisselam muhsinlarning qatoridan bo'lg'achqa, hayotida muhsin bo'lg'achqa buni ishlatdi. Undan keyingi oyatda Allah subhanahu va taolo ilgari o'tgan bir necha oyat, bir necha darsdagi umum mazmunlarning hammasiga ishorat qilib va bu hozir madrasimizdagi oyatning mazmuniga ishorat qilib turib nima deyotdi? Valillahi ma fis samawati va ma fil ard va kana Allohu bi kulli shay'in muhita. Osmon zimindagi barcha narsalar Alloh uchun, Alloh har narsani qana qilyotdi, bilib turyotdi, qo'rshab turyotdi. Ya'ni ilgirki oyatlarda Allah munofiqlarning egisi emas dedi, kafirlarning egisi emas dedi. Anlakin Allohga asilik qilganlarningki qechish yo'lining yo'qligini ilgirki oyatlarda ifodaladi. Shaytonga ergashganlarningki velisiz, yordamsiz qoladiganligi, qechib qutulmaydiganligini tilga oldi. Bu yerda buni ta'kidlab, bütün osmon zaminning hammasi Allohning mulki. Allah o'zining mulkidagi barcha ishlarning hammasini, cho'ng kichik bütün ishlarni bilib turg'uchi, siz Allohdan qechib qutulmaysiz. Allah'ın mülkünün sırtığa qana qılanmayı chiqib ketolmaysiz. Allah her narsaga qodir, her narsani bilib turg'uchi degan shaklda bizga ogohlantirish berdi. Vaqt munosib darsimiz bugun bu yerda oxirlashdi. Kelasi soatda ko'rishganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum.